jon tahlikasida qo'lidagi ketmoni bilan boyagi ilonni boshiga bir necha marta urib o'ldiribdi. Darhol yugurib podshohning yoniga boribdi. Podshohga aytibdiki, podshohim, boyagi bulbulni yegan ilon bor edi-ku, o'sha ilon oyog'imni tagidan chiqib qoldi. Shu ketmon bilan boshiga 2-3 marta urib o'ldirdim. Aytganingizdek jazosini oldi degan ekan. Podshoh aytibdiki, yaxshi. Demak, seni ham bu qilgan ishing javobsiz qolmaydi. Sen ham javobini kutgin. Albatta bir kun hayot buni ham senga javobini beradi. Bog'bon bir qadar ichidan xafa bo'lib, podshohning huzuridan chiqibdi, hayotini davom etibdi. Hayotda inson xatolar qiladi,